Xiyonatni qanday aniqlash mumkin? Uni belgilarini bilasizmi? Hozir men sizga hammasini aytib beraman. Salom, Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Quyidagi sabablar dalil emas albatta, ammo inobatga olib qo'yish uchun sabab bo'la oladi. Xiyonat qilgan odamning xulq-atvorida o'zgarishlar paydo bo'lishi haqida gaplashamiz. Ularni birma-bir sanab o'tamiz. Gaplashish kamayadi, muloqot deyarli yo'q bo'ladi. U inson juda ham bir sirli insonga aylanadi. Xiyonat qilgan inson telefonini bekita boshlaydi. U telefonini hattoki hojatxonaga ham olib kirib ketadi. Ish yoki uchrashuv bahonalari ko'payadi, lekin bular haqida hisobot berishni yoqtirmaydi. Kiyim-kechakda hamda tashqi ko'rinishda o'zgarishlar sezila boshlaydi. Ammo bu yetarli dalil bo'la olmaydi. Uy ishlari hamda oilaviy muammolarga loqaydlik bilan qaraydi. Jismoniy hamda fiziologik belgilar orqali ham bilib olsa bo'ladi. Gigiyena odatlarida keskin o'zgarish. Uyga qaytish bilanoq tezda dush qabul qilish. Tanada keskin o'zgarishlar paydo bo'ladi. Qandaydir nishonlar va belgilar paydo bo'ladi. Notanish hid, ayniqsa o'zi ishlatmaydigan parfyum hidi. Bu albatta dalil emas. U shunchaki boshqa birovga urilib ketgan bo'lishi mumkin. Jinsiy kasalliklarning belgilari. Ayniqsa ayollar buni tezda bilib oladi hamda tezda sezadi. Bu hollarda albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak. Yana bir omillardan biri psixologik hamda hissiy belgilar. Xiyonatdan so'ng aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Xiyonat qilgan inson ortiqcha mehr yoki ortiqcha sovuqqonlik ko'rsatishi mumkin. Xiyonat qilgan inson siz bilan gaplashib turib, xayoli boshqa joyda bo'lishi, ya'ni o'sha insonni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu albatta dalil emas. Barcha omillar xiyonat belgilari sifatida dalil bo'la olmaydi. Bunday o'zgarishlar keskin stress yoki ishxonada o'zgarishlardan paydo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda darhol ayblov qo'yish kerak emas. Takrorlab o'taman. Avvalo muloqot qiling. Bir-biringizni tushuning. Turmush o'rtog'ingizni bunday holda ko'rsangiz, darrov ayblov qo'ymang. U bilan muloqot qiling. His-tuyg'ularingiz haqida gapiring. Balki u ham sizga dardini aytar. Xiyonat eng og'riqli nuqta, eng og'riqli mavzu. Ayniqsa ayollar uchun. Er bermoq, jon bermoq. Erkaklar uchun nima? Izohlarda yozib qoldiring. Soft bilan salomat bo'ling.